navbatda Şarkı Türkistan Ma'arif Rehberlik Cemiyeti'nin reisi Hidayetullah Hacım bizga söz qilmoqchi edim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz muhterem ustazlarımız, peshqadamlarimiz, sabdaşlarımız ve dünyanın her qaysiyadan qadam tashrif qilib bu güzel jig'inga taxmi rang etib, taxmi quvvatlantirib, taxmi xushpuroq chechib, kuchlantirib berganligingiz uchun hammalarga rahmat aytamiz. Alloh taolo bu jig'inimizni, bu majlisimizni, bu kengashimizni, mashuramizni Sharqiy Turkiston musulmonlariga manfaati uchun ularningki bu tatlayotgan eziyat ve qiyinchiliklardan chiqishiga bir vesile bo'lishini umid qilgan holda bu yig'inimizni boshlaymiz. Aziz muhtaram qarindoshlarım, biz Dünya Sharqiy Turkistonliklar qarindoshlik uchrashuvining 9-qitimligini qilib turibmiz. Yani bir bola tug'ilib 9 yoshga kirdi degan gap. Bu pek uzun bir mesafe. Deyişimiz mümkün ki ya bu 9 yıl bekçik, bu 9 yılda neme iş kıldık, neme faydası oldu değilse, bir bana tuğulgan çağdaki yeşi, beden kuvveti, imkaniyeti kaçırak olsa, bu kuruluş mu, bu kengaş mı, tuğuluşundan itibaren yeşil ve çoğayıp ne oldu? Tabiiyeti bilen gidiyordu. Çünkü qatim biz qarindoshlik uchrashishida qarindoshlikdan boshlagandik. Çünkü ben chechilib ketgandik. Bir jamiyatimiz ham yo'qdi. Bor bo'lsa-mu, hammamiz ayrim-ayrim o'zimizningki sizgan, o'zimizningki tutgan yo'l bilan natijasiz chechilang'i bir yo'lda ketib o'tdik. Endi cho'lganda bir karvonga aylanayotimiz. Mangan yo'limiz taxmi aniqlashyapti, ro'shanlashyapti. Ben bunu Türkçe otoban devde tüsret yolga okuştum ben. Şu şekilde bugün hem bu bugünkü qıtılgan kişilerininki seviyesi, qıtılgıcılarınki seviyesine, ornunu göz tutkan halde hem bugünkü qaziyemizdeki qandaq bir vaziyette ekenlikini göz tutkan çağda bu oturuşumuz, bu meclisimiz bağlansıları sarxillaşıp, taxımı yaxşılışıp, talepler taxımı iniqlaşqın tuğdu. Bunun için bizninki bu qarindoshlik uchrashishimizda bugün müşahede o'tgan kişiler köpünçe bugün %30% konu desem %70% yenidən ya vatandan yenidən kelgan qarindoshlarimiz, ustozlarimiz veya Mısır'dan kelgan ahli ulama qarindosh ustozlarimizdan tarif topgan bo'lib, yani taxmi bu yig'inninki bugungi yig'inga nisbatan talab taqozo vazifa nihoyat og'irlashdi. Ben bunu deyalayman. Onun için bugün Sharqiy Turkiston xalqining vatanda bo'layotgan ahvolni hammaylar bilamiz. Bu yetmegandek bu yili baştan ahire vatandan sırtılımı nurg'un facialik, tragediyak bir ahvollarni beşimizden geçirip turibmiz. Bu yig'inni tunji boshlagan chog'da 2009-5 iyulda Ürümçi qirg'inchiligi bo'lib, bu yig'inimiz shu yerda to'xtatib qo'ygandik. Müşahede o'tgan cho'nglarimiz ko'pinchisi bati bu yig'inni to'xtatib qo'yib turib, ko'chalarda shu faoliyatlar bo'lib ketgandi. Hala bugun kelgan chog'da hem vatanimizda musibatlar to'xtamay kunsi eshib ketdi, hem vatanning sirtidami Xitoyninki kengaymichiligi, tajovuzi, tahdidlari, suiqastlari uni 10 qat eshib kelyapti bizdan birga. Bu ahvol bizni hammamizni
qattiq o'yga silib, birlik, barobarlik ichida bir gavda bo'lishga imkon bor, bir gavda bo'lishga. Bir gavda bir tashkiliy apparatning ichiga kirmagan holdimi? Bir maqsad asosida strategik hamkorlashish, moslashuvchanlikning talab taqozosining yuksalganligida hech chek yo'q. Bunga hech kim inkor qilolmaydi. Buning uchunki mushu oxirgi yildagi faoliyatlarimizni Allohga shukr bo'lsin, Sharqiy Turkiston sohasida xizmat qilayotgan, mayli Turkiya ichida bo'lsin, dunyoning har qaysi yerdagi tashkilotlar bo'lsin, iddiy va ideologik jihatdan jiq farqli sinf shakllangan bo'lsa-mu, bularning hammasi bilan mushu oxirgi yil ichida intayin qo'yoq chambarchas bir shaklda qo'l tutishib, Xitoyning bugun bizni qo'rshab kelayotgan bu chambarni yerib o'tish uchun atrofimizga o'rilgan bu sepirni, bu qirintamni teshib, xalqimizni qorong'ulikdan, zulmatdan yorug'likka chiqish va chet eldagi harakatlarimizning kuchlanishi, manzilga yetalaydigan bu yo'lni taxmi dog'dam qilish uchun qo'limizdan kelgan bütün imkonlarni safarbar qilib, ko'plagan masalalarda konkretniy jihatdan hamkorlik elib bordik. Buning isbotlari ko'p. Bu yerda cho'nglar bo'lib turibdi, ko'plagan yig'inlarni, ko'plagan amaliy ishlarni birlik, barobarlik ichida elib boryapmiz. Va shundaqla bugun bizni bugun shu muhim bir yig'inni tayyorlab qilayotgan chaqimizda Misrda yuzlagan bizniki yurak parlarimizni, qarindoshlarimizni, kelgusining istiqboli bo'lgan o'quvchi qarindosh inalarimizni ig'ir bir fojialik hodisa chirmab oldi. Buning uchun jamiyatda xalq ommasi, tashkilotlar, hamma kishi qayg'uryapti, jiddiy andisha ichida qo'lidan kelishicha her tarafga chepiyotidir. Bu asosdami Sharqiy Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyati, Dunyo Uyg'ur qurultayi rahbarligi, Kanadadagi Sharqiy Turkiston surgun hukumati bo'lsin, Ulamolar Sharqiy Turkiston olimlar birligi bo'lsin va boshqa shunday ta'sir doirasi kuchli bo'lgan barliq tashkilotlardan tashkil topgan Misr kriz xizmat guruhi tashkillanib, doktor Erkin Akram efendimning yetakchiligida bunday bir kriz hal qilish guruhi qurildi. Kech kunduz birlik barobarlik ichida bu masaladan qanday chiqish, qarindoshlarimizni qanday qutqizish to'g'risida fikr, tadbir, choralarni dunyo xalq ommasiga yetkazish, Misr va Xitoyga besim shakllantirish nuqtasidan nəhayət ciddi xizmətlər işləndi. Bugün əgər dünyada köplügən sahədə bu məsələ gün tərtibə gələn bolsa, məyli hətta bugün tünügəndən yağı İnsan Haqları Küzetiş Təşkilatı, Human Rights Watch və başqa nurğunluğun insan haqlarını qoğdaydıqan təşkilatlar bayanat elan qilishdi. Bu Uyğurlarning Xitoyga qaytarilishi təhdidi aniq bo'lganlik uchun buni qutqizaydi deb. Hem qarindoshlar BDT'de bo'lsin, Amerikada bo'lsin, Yaponiyada bo'lsin, hem Türkiye'de shundoq hukumat doiralariga eng üst seviyede bu yetkazildi ve ciddi hareket ilib beriladi. Shunday bir paytda bu faaliyet bilan chambarchas nima qilishimizni bilmagan holda, bu bir-biriga kirishib ketgan holda bu faoliyatni davom qilishga majbur kelyapmiz. Bu da'vo bek yo'g'on bir harakat. Sharqiy Turkiston ozodligi yo'liga elib borgan. Xuddi davlatda musibatlar, hodisalar kelsa, davlatning chaqi cho'g'ilab bergandek, bu da'vodimi nurg'unlagan azimatlarimizni shahid berishimiz mumkin. Olimlarimizni, yo'lboshchilarimizni uzitib qo'ydik, uzitishimiz mumkin. Nurg'un hodisalarga, fojialarga duch keldik, kelishimiz mumkin. Ammo temkinligimizni, so'g'aqqonligimizni yo'qotmaymiz. Elib berayotgan faoliyatlarimizni davolg'ishga, bo'ron chapqinga, selga yem qilib bermaymiz. Bu bugun müşahede bo'lishimizningki birdan bir isboti shu. Nurg'un qarindoshlar
Mısır'daki qarindoshlarimiz qiyin ahvolda tursa, to'plandi, to'planayotdi, o'ynatdi degandek gaplar bo'lganlik qulqimgacha edi ijtimoiy uchurlarda. Ahamiyatsiz gaplar. Ammo lekin bu yerdagi qarindoshlar shuni his qilish kerakki, mushahada turgan holda mushahadagi cho'nglarimiz Erkin Akram efendi, Erkin Ahmad efendi, yana boshqa Abduvali Ayub efendi, yana boshqa tashkilot rahbarlari Türkiye'nin sırtında 24 saat degidek muşa işte irtibat ve aloqa qilib munosabat qurilyotdi. Bu to'g'rida bizning qilalaydiganimiz qonuniy jihatdan qarindoshlarimizni qutqizishning choralari bormi yo'qmi? Diplomatik va siyosiy jihatdan Misrga besim qilish orqali qarindoshlarimizning Xitoyga qaytarilishini to'sashga imkoniyatimiz bormi yo'qmi? Qarindoshlarimizning Turkiyaga kelishi uchun iqtisodiy qiyinchiliklarni hal qilish imkoni bormi yo'qmi? Yo'q bo'lsa, hal qilish kerak ekanligi va bu masalalarning barliq hammasiga zamin hozirlash uchun tashviqot sohasida yetarli harakat elib berilayotgandi yo'qmi? Bu masalalar qilishga tegishli va qilish nima qila olamiz degan chog'da oldimizga chiqadigan narsalarning biri shu. Hatta Mısır'a adam öğretiş fikri oldu. Bu yukarıda ben degan Mısır kriz bölümündeki grupsideki heyette Amerika, Kanada pasportu var kişilerinin. Ama lekin Mısır'daki çoğunlarımızın müşahede bo'lgan maslahatini algan halda bularning Mısır'ga bu vaziyette barsa, çünkü Kahire ko'chalar bo'shilib ketgan, Uyg'urlar kama chiqib ketgan, ko'pincha tutilgan bir paytda borgan bir kishininki aldığı çıkıdığan şu keçivatkan Uygurlar aldığı çıkıp bularını yutilmese özünün közü bağlaqlıq takım aciz bir adam oldu Allah'ın. Tüpeyliden bu işini fakat koçudaki insanlarınki derhal emeli iş kılıp bağımedi degenin cevabına mentiki cihetten uygun emaskenlikini kararı verip onun da vazgeçildi. Ama yukarıda deyilgen meselelerin hemmisi de vayık yetkizip teröristçilik kılındı ve kılınıvatıdı. Arap dünyası da, Garip dünyası da, Türkiye'deki gizli jurnallarda çıkıvatkanın ki hemmisi muşu teröristçilik dairesinde oturuğa çıkıvatıdı. Ama biz bu meselenin nezaketi, uyadaki qarindoshlarımızın amanlıqını göz tutkan halda bunu gruplarda kılıvatkan ve kılmakçı olan, görüşüvatkan, köreşken yerlerini propaganda kılıp, video takip kıldığan bunda faaliyetlerini hiçbirini kılmadık ve bu doğruda hiç kanda bayanat fikrini bayan kılmadık. Çünkü bu bizimki başına hareket kılış prensiplerimizden ayrılmaz bir prensiplerimizden birisi. Bunu da netice görüyoruz. Türkiye'ye kelivatkan qarindoshlar normal şarayette olsa keliyotudu. Ama kıyınçılığı var, pasportda vizsiz kep kalganlarını en üst seviyede Ankara ile görüşüp el kılıvatımız bir qancha qarindoshlarimiz ailede kutquzildi. Bu doğruda biz bu sahada bayanat e'lon qilib bu işin qanday shakllanib, qanday natija e'longanligi ustidami biz bu to'g'rida uchur bayon qilmadik. Buni bu yig'inning jarayonida deyishga maqsad, chunki ham bu vaziyatda bo'lgan qarindoshlarimizning bugun Türkiye jamiyatida eng ig'irligi va kishilarning hammasi bugun mushahada bor bo'lganligi uchun İstanbul'da veya başka yerde bu işte ta'sirli bir hareket qilishini ümit qilgan kishilar qarasa bu ahvoldan bir loyiqida bir javob elish ololmayotgan, hukumatdan ba'zi bir xato fikrlarni o'rtaga chiqayotgan bo'lganligi uchun har birlarining huzurida buni zikr qilishni munosib ko'rdim. Bilet elish masalalarida hech qanday qiyinchilik yo'q. Allah razı olsun, bilet kesiyotgan qarindoshlar qo'liga pul kelmasdan to'xtamay zavoddak bilet elib bilet kesib turibdi. Buni mushahada o'tgan cho'nglarimizdan Misrdan kelgan ahli ulamo cho'nglarimiz bunga mudaxil bo'lyapti. Buni iqtisodiy tarafdan yordam qilayotgan ham qiysaq o'ti deb to'xtamay iltimos qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Bu jihatdan bir qiyinchilik yo'q. Agarchanda bunday qiyinchilik bor deyilib quloq kelsa, bizga desanglar bu masalada
hech qanday zo'r bir ahvol yo'q. Faqat masala ajoyibga tutilib turgan qarindoshlarimizning qutulish masalasi. Endi Turkiyada bir cho'ng davlat o'zining oddiy masalalarini o hukumatga hal qilinmayotgan jiddiy kriz ichida yashayotgan bir paytda Misrning Sisi'ning Misr deb qo'ygan, Sisi'ning Misr bilan va Ma'rif hamkorlik jamiyati, ulamolar birligi va bu tashkilot Sisi'ga embargo yurgizib, aeroplan avatib, tank avatish imkoni hech yo'q. Ammo lekin ondan da g'ayri qiyg'in bo'lgan bugun insonlik dunyosida qilish imkoni bo'lgan hamma ishni qilyapti. Agar qarindoshlarimizning mushahada hozirinki va sirtkilarimi agar yaxshi ko'zdan qochgan planlar, yaxshi ishlar bo'lsa, buni bizga bildirsa darhol ijro qilishga tayyormiz. Uning uchun bugun bu 9-qatimlik qarindoshlik uchrashishini mushu tuyg'ular bilan hem o xizmatni qilgach, hem oldimizda 40 millionlik musulmon Sharqiy Turkiston xalqining taqdiri bilan munosabatlik. Bundan keyingi chet eldagi hayot mamatlik yolg'iz vatan ichida bo'lmaydi qarindoshlar. Vatanning sirtidami? Tashkilotlarning hayot mamatlik mujodalasi masalasi bor. Xitoy kun sari tashkilotlarni o'zi tezgahlagan, o'zlari hozirlagan suiqasd asosida qaralash, iftira qilish orqali terrorist tashkilotlar qatoriga selish, harakat doirasini, harakat ilib boradigan, faoliyat ilib boradigan davlatlarning sonini azaytish, yo'llarimizni taraytish, bizni taqim qisqa qilib, bizni yo'q qilish politikasini, siyosatini yurgizayotgan bir paytda bizningki davomli hayotimizda bo'lib turadigan qazo va kulfatlarga qarab bütün bir sürük bir kafile, bir hareket, mücadele terepeyran olab kitip, beşini tatlap, yığılab, öylünçü içirişke bunda bir vazifesi yok, hem hakkı hem yok. Onun için biz hem yığılayımız, işimizni eğitip tutup, hem yolumuzda devam edebiliriz. Müşahedeme ve kaza gelişi mümkün, Allah korusun. Hakkında yolunun ki, garantisi yok, külpütü var, bulatmış silbizdek, bunda müşakkatlik, düşmanı şundak yoğan boğan bir davanınki musibetlere zinneti bulab boynumuzda, kulkumuzda, beşimizde tac bulab mağdu. Bunu şunda düşüngen çağda bu kıyınçılıklarını yenelayımız. Bomumuzda küçükkini bir hadisi varsa beşimizni tatlap, birbirimizni boğuşap, birbirimizge töhmet kılıp, iftiralışıp, jıktışıp, kıysak bu menzilini, bu seferini tüketemeyimiz. Terepeyran bo'lib ketamiz. Onun için bu qitimqi yig'inimizning ahamiyatini, qitilg'uvchilarning sarxilligi va vaziyatning murakkabligini ko'rsatgan holda bek muhim. Buni haqiqatan muhim qilish uchun bugun amaliyotda bu so'z, dialog, fikrlashish suhbati bo'lsin. Bu yerdan cho'qim vatanimiz uchun, millatimiz uchun chiqish yo'li ochadigan bir nuqtalarda mutabaq qilib kelişeleydiğen bir konkretni plan layihasini kelişip çıkıp ve bundan ki yolumuzda yakında jirafta buluşumuzdan qat'iy nazar birlik ve beraberlik içinde mahalaydiğen halda birbirimizni yöleydiğen, yıkılganını yölep koyduğun, teşilgeyyeni itmadığın yoğan bir gevde bulup ayrılarsak Xitay düşmanımızını perişan kılalayımız, etip koygan sepilini yerip çıkıtalayımız. İnşallah. Bunun için ben biraz içiriş noktasını uzatıp etken olsam keçirisler. Bu qitimqi 9-qitimlik qarindoshlik uchrashining temasi o'zgarayotgan dunyo vaziyatida Sharqiy Turkiston mujodalasining strategik yo'l xaritasi qanday bo'lishi kerak degan bu ana tema bo'lib, buning 15 haqcha temalar var. Bunun bir qismi mutaxassislarning o'tirib qo'yishi va qatnashuvchilarningki savol so'roqlari, muzokarasi, loyihalari bilan va bir qismlar bo'lsa umumiylik keng ko'lamda bir keng muzokara qilish, talash tortish orqali amaliylashishi kerak bo'lgan bir temalar. Ben bunun ichida birinchidan başlay
Xitayning kengaymichilik nuqtai nazari bilan dunyoga yamirishi va xalqaro vaziyatining strategik analizi bugungi vaziyatimizga ko'ra bu daraja bir-birini bağlapmadı. İkincisi Xitayning dunyo va rayonlik kuchlari bilan kuchlar orasida kuchayotgan ko'p taraflik strategik munosabatlar ve kuch tangpungliklarini analizi. Üçüncüsü, Sharqiy Turkiston mücadelesinin stratejik bosqichlari. Dördüncüsü, tashkilotlar orasidagi strategik o'rtoqlik va moslashuvchanlik qanday bo'lishi kerak, buning metodlari va buningki prinsiplari bo'lsa muzokara qilib o'tirib qo'yish. Beshinchisi, dunyo miqyosidagi tashkilotlarimizning o'zaro birlikda harakat qilishini, moslashuvchanligini garantiya qilish uchun bir mutabakat koordinasyon gruppasi komiteti, yani bunu kengash, oliy kengash desak bo'ladi, umumiy dunyodagi Uyg'urlarning tashkilotlarini bir nuqtada kengasha oladigan, kelisha oladigan, qiyinchiliklarni hal qila oladigan bir komitet veya kengashning shakllanishi to'g'risida bir muzokara. Bu 5-chi tema. 6-si, xalqaro siyosiy sahnada da'voyimizning haqqoniy mashruiyati hem kanuni nokta nazardan hem dünya halk ammasının anada kabul kılınış tarafı noktasıdır meşruiyet kanuniyetidir. Bunu kandak turguluş. 7-si, Şarkı Türkistan ve çekirdeş devletlerde Türkistan meselesinin gün tertibi yerine iliş ve halk ammasının istaşlığı erişiş stratejisi kanda buludu. 8-ci, Orta Şarkı ve Asya, bunu Orta Şarkı'na hoşgulaktım, yanıcı temaga ayırıp Orta Şarkı devletlerde Şarkı Türkistan davasının gün tertibi keliş ve şu halkının ki davanın akıdı turuş, kollaş, kuvvetleş stratejisini qanday şekillendirgeni buludu. 9-ci, Asya ve Asya Pasifik devletleri de okşaşlar Şarkı Türkistan davasının, mücadelemizin gün tertibi kilişi ve şu yerlik halk ve teşkilatlarının ki kollap kuvvetleşiğe erişinin tedbir çağrıları stratejisi kanda vuruldu. 10-si, Şarkı Türkistan muhaciret dünyasını ve halklarını teminleydiğen ortak bir sağlam uçur merkezi, medya uçur buluqı. Çünkü hazır hem medeninin kurulu birden telefon var, her bir adam birden televizyon, birden axbarat agentlik edip yoğun isimli bilen hizmet kılışkı terişivatıdı. Ama Türklerde bir makal var, çapakını alımen dep közünü kuyvetti deydiğen. Köpünce ahvalda da şunda bir ahval bulup, bu Şarkı Türkistan meselesindeki halkımızdan duç kelavatkan kıyınçılıklarını dünya halk ammasıga yetkizişte biz itibarımızı yo'qotgan ahvollar bo'lganlik uchun hem teşkilatlarının ki kolunu güçlendiriş hem xalqarani Şarkı Türkistan meselesiga tunuş qilish, aşina qilish uchun sağlam hem hammalarning ortak energiya aladigan bir xabar uçur merkezinin qurilishi bu mavzularning ichida muzokara qilinib amaliylashtirish kerak bo'lgan muzokara temasi. 11-si, medya grupları ve teşvikatçılar bilen şahıs dağınık gizitçi şahsiyetler bilen bulduğu münasebetini koyuqlaştırış, canlandırış için ameliyleştiriş tegishli bo'lgan qadamlar qanday bo'ladi. 12-si, bu 12-si xalqarалық ortak bir jurnal. Birli vaqtda bir qancha davlatda nashr qilinadigan umumiy tashkilotlarning mutabık qolgan kelishgan bir jurnali chiqarishning ahamiyati va buning bu bir muzokara orqali o'tirib chiqadi. 13-si, Sharq Turkiston
içi ve sırtıda halkımızda, toplumumuzda yo'qolgan milliy ong meselesi. Milliy ongni terildirish, milliy ongni terildirib qanot yaydirish uchun mulohiza va fikrlar buni muzokara qilamiz. Bu milliy ong degani endi bu bir davlatni qutqizish va davlat qilish jarayonida bu milliy ong bo'lmasa, hammadan buni tepib olgan pulda hajlab bu davoni bu millatning manfaati va ziynini o'ylamasdan harakat qilib kelganlik uchun mayli qo'lida qurol bo'lsin, mayli og'zida keskin siyosati bo'lsin, mayli ilmiy xizmati bo'lsin, qilgan ishning hammasida millatga foydasi bo'lmaydigan, milliy da'voning bugun shu Xitoyning qo'lidan qutulishiga, hatto kelishida davlat quralishiga foydasi bo'lmasdan ziyon soladigan harakatlarni rohat, dadil bir shaklda qilib ketayotganligi uchun bu intayin bek muhim bo'lib qoldi. Milliy ongning ahamiyatini buning uchun bu to'g'ridimi mutaxassis cho'nglarimiz fikr bayon qildi. 14-si inson yetishtirish masalasida bu uzundan beri bizni hammadan terishyapti. Ammo lekin bu da'voga nisbatan foydali bir önümlük bir nima qazanamadik, natija qazanamadik. Kishilar meni ko'raverib zerikkan bo'lishi mumkin, yana birisini ko'raverib zerikkan bo'lishi mumkin, ammo bu millat yetishgan adam chiqaramadi. Adam chiqarmaganligi uchun bu meni ko'rashga majbur bo'laverasizlar. Tashkilotning beshida. Lekin har qancha fitna qilsam men o'rindiqni bermay turaveraman, chunki yetishgan yo'q. Bu inson yetishtirish nuqtasida umumiy tashkilotlarning bu nuqtadan bir komitet qurilsa, bugun millatimizning, da'voyimizning nimaga ehtiyoji bo'lsa, shu doirada insonlarni baqulimizdagi imkonlarni sudagi eqib ketyapti. Biz ma'rif jamiyatining bularni sim vaqtiga o'tgandan yog'i nurg'un butun binolarimiz, 5-6 bino, butun moddiy imkonlarimiz vaqfda. Yani başka qarindoshlarimiz Türkiye'de ve sırtda ma'rifga xizmat ishlatida inson yetishtirishgan. Ama natija ololmadik. Bunun için ortak hammamiz bu to'g'rida bir prinsip, strategiya belgilab ve bunu ta'qib qilib, kimni nega avatdik, nega yerlashtirdik, bu odam o'qiyotganmi, o'qimadik. Bu narsani ta'qib qiladigan bir komitet yoki hay'atning ortak umumiylik qurilishi degan bu muzokara temasi. 15-si Umumiy Sharqiy Turkiston tashkilotlari uchun fondi markazining qurilishi. Bu qanday fondi desa, men buni yordam uchun demoqchi emas, yordam fondi emas bu. Biz faoliyat qilish jarayonida endi avvallarimiz hizblarimiz endi har birimizning shunday chiroyli dilimizni ko'ksitib turadigan shu xizmatni, shu muzokarani ilib berish uchun nurg'un qiyinchiliklarda bugungi vaziyatga kelamiz ve kundalik faoliyatlarimizmi xizmat doirasida shunday qiyinchilikda ve başka qarindoshlarimizni shu sohada maydonda xizmat qilayotgan o'xshashli qiyinchiliklar bor. Buni hal qilish uchun xalqning oldida qizdirib, sag'irib, tatirib berib, buning hijolatchiligi ayrim, andin tildashdan haqorat, tuhmatlar ayrim. Ama neticede bu mesele Sharqiy Turkiston davası milletning o'zidan bir destek görmeye otuldu. Bularni siyasi ve insani yetiştirish, teşviqat degan şu nokta xalqimizdan bevosita xalq deganimizda Türkiye ve başka sirtdagi iqtisod egalari bevosita bunun teki qo'lini qo'yib, men bu davoni taraqqiy qildirishga mening bir hissam bo'lsin demayotdi. Keynidan qo'g'ilsaqmi, ishga etik bo'sh qaytyapmiz. Mushuncha xizmat yot kishilardan, bizning sirtimizdagi kishilarning qo'llab-quvvatlashida bo'layotdi qarindoshlar. Buning uchun bu fondi jamiyatining qurilishi. Endi buni men azroq bir tushuntirib qo'yay, keyin muzokaraga kelgan shu nuqtadanroq o'ylashsak, ya'ni bu bir xalqaro bank, Dunyo bankisi deganga o'xshash bo'lsa, bunun o'zgacha bir kriteriyalari, qonun, intizomlari sistemasi bo'lsa, bu yerga iqtisod talab qiladigan tashkilotlar proje, loyiha asosida
kelse bu projesinin emeliyeti, ağırlığı, paydızını köz tutulup bu komitetden tasdiqlanğan çağda kereklik yardımını kılıdığan şekilde bolsa, bence Şarkı Türkistan davasıga nihayet mühim bir uzuk tayarlagan bolumuz dep oylayman. Bunun için bu fondu cemiyetinin ben dairesini şu şekilde bolsun düşündürüp koydum. Bu 15 tema bizden ki şu 3-20 gün içinde bugün başladık 8, 9, 10 11. ıslah 3'te tamak yap inşallah hulası dokulatını ilan kıygandan keyin qaytımız. Onun için qarindaşlar, bu yerda o'tgan qarindaşlarımız bu yig'inninki foydali bo'lishi uchun, milletimizning bizning kutayotgan umidlarining amaliylashishi uchun bu yerdagi o'tganlarninki vazifasi intayin og'ir. Tashkilotni shu intizomni qilgan kishilarni sizlar besim qilish orqali bo'lsin, zo'raki o'tirib qo'ydigan fikrlaringlar orqali bo'lsinmi, buni ishga yaraydigan bir nuqtaga ekilib chiqishimizni kafalet qilishinglar sizlarning qo'linglarda. Bu yerda hamma qatnashuvchi bek muhim, hammadan bu fikr beralaydi. Onun için bu yig'inninki ko'p qismi fikir almashtirish, fikir verish orqali bo'ladi. Ammo takrorlamaslik asosida yaxshi yangi fikrlar bilan kelishingni, sunishingni umid qilamiz. Oxirida bugun aramizda bir narsa yo'q. Hammanglar his qilayotgan bo'lishingiz mumkin. O'tgan yili çoğunlarımızdan 2 kişi aramızda vardı. Bula menden keyin yig'inga so'z qilib, hammalarga ruhiy ilhom oziq berdi. Ularning birisi Alloh taolaninki taqdiri bilan oxiratga uzatdik. Abdulhakimxon Maqsumadin, Ma'rif jamiyatining qurg'uvchisi ve bu dünya miqyasida hizmet edip berayotgan bütün teşkilatlarga xadim bulup birlik beraberlikini saqlaydigan ustozimiz. İkincisi Abdülkadir Yapcan akimiz Şarkı Türkistan davasının siyasi yadrosu, milletinin müşi sahada siyasi ve başka mühim meselelerde hizmet kılayotgan qarindaşlarni birlik ichida tutishda, maqsad g'oyaga yetishda boshqa nuqtalarga burilib ketmaslik nuqtasida ilib borgan xizmatlari nihoyat. Ustozimiz aramizda yo'q hayotda, ammo lekin asar turibdi. Alloh taoladan ustozimiz Abdulhakimxonga, Maqsum hojimga rahmat tilaymiz. İnşallah ustozimizning qo'yib ketgan yo'l izlarini besib taqimi, rivojlantirib taqimi ko'zlagan maqsadga yetkazamiz. O'xshashla Abduqodir Yapcan akimizning en qisqa zamonda bu asoratdan qutulishini aramizda bo'lishini istayman. Alloh taolo nimalarga ecri azim ata qilishni tilash bilan birga bu yig'inning taqimi manfaatli, xayrli bo'lishini tilayman. Va oxirida